Oldin duoni oxirgi chora deb o'ylardim. Avval hamma narsani qilib ko'rib, yo'l topilmasa so'ng duo qilishimni o'zimcha to'g'ri deb o'ylardim. Ammo men bir haqiqatni tushunib yetdim. Duo hech qachon oxirgi chora emas, u aslida yagona chora ekan. Chunki duo bu odamzodning kuchsizligini tan olishi, Allohning qudratini his qilishi, qalbdagi eng chuqur so'zlarni yaratganga aytishi. Har safar duo qilganimda ruhim yengillashadi. Umidim ortadi. Yuragimda men yolg'iz emasman degan kuchli tuyg'u paydo bo'ladi. Endi bilaman. Haqiqiy qurol duo. Haqiqiy chora duo. Haqiqiy najot duo. Va duo haqida siz bilishingiz kerak bo'lgan 7 soatlik audio kitob tayyorlab qo'yganman. Biodagi havola orqali o'tib, duo anatomiyasi audio kitobini eshitishingiz mumkin. Ishoning, bu audio kitob sizga to'g'ri duo qilishni o'rgatadi.